Bugun otalar o'zingizni qanaqa tutishingiz bu sizni qizingizni hayotini belgilab beradi. Uni onasiga zulm qilmang. Agar qiz bola onasiga zulm qilinganini ko'rib katta bo'lgan bo'lsa, qiz bolaga ham zulm beriladi. Bu hech qanaqa karmichеский yoki qaytar dunyo degani emas. Bu oddiy uстановка. Qiz bola onasiga zulm qilinganini ko'rgan qiz bola aytadiki, er zulm qilishi bu norma ekan degan narsa bo'ladi. Shuning uchun zulmkor odamni o'ziga tortib oladi. Agar erkak kishi bu ayolni qo'lida ko'taradi degan tushunchani onasi va otasi o'rtasida ko'rsa, hayotida ham shunaqa inson kirib keladi. O'g'il bolalarga ham xuddi shunday. Haqiqiy o'g'il bolalikni o'rgatadigan bu ona hisoblanadi. Shuning uchun bizning ko'p qizlarimiz qaynonasidan xafa bo'ladi, bilasizmi? Eridan emas, qaynonasidan. Voy, qaynonam to'g'ri tarbiya bermagan, qaynonam boshqa qilmagan. Biz o'g'il bolani mard, o'g'il bola bo'lib, haligi ayollarni qo'lda ko'tarib yurishni o'rgatadigan insonlar biz ayollar hisoblanamiz. Shuning uchun onalar baribir o'g'il bolaga yaqinroq bo'ladi. Qizlar otaga yaqinroq bo'ladi.